Ozoda Nursaidova klipini suratga olish jarayonida fojiaga aylanib ketdi. Model og'ir jarohat oldi. Xonanda Ozoda Nursaidova klipini suratga olish jarayonida model Sabrina Jabborova mashina urib yuborishi oqibatida og'ir jarohat oldi. Nogironlik orttirdi. Jabrlanuvchi tashkilotchilar unga yetarlicha yordam bermaganini, ikkinchi tomon esa buning aksini ta'kidlamoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz. Bizni kuzatib boring. Toshkentda xonanda Ozoda Nursaidovaning klipini suratga olish jarayonida model Sabrina Jabborova avtomobil urib yuborish oqibatida jiddiy jarohat oldi. Bu haqda uning Instagram'dagi sahifasida e'lon qilingan postda so'z bordi. Unga ko'ra, voqea 2024-yilning 7-noyabr kuni Ozoda Nursaidovaning Dilbarim klipini olish jarayonida Mercedes G-Class Gelandewagen mashinasi rulidagi voyaga yetmagan 17 yoshli aktrisa S.M. boshqaruvni yo'qotishi oqibatida sodir bo'lgan. Jabrlanuvchi tomonning ta'kidlashicha, aktrisa operator va rejissyor Shuhrat Mavlonovning ko'rsatmasiga binoan gaz pedalini bosgan, biroq o'sha paytda mashina boshqaruvini yo'qotgan. Oqibatda avtomobil Sabrina Jabborovani 2 marta urib yuborgan. Oldingi g'ildirak butunlay uning ustidan o'tgan, orqa g'ildiragi esa qizning ustida aylanib qolgan. Voqea oqibatida Sabrinaning tos suyagi singan. Singan suyaklar bachadon, siydik pufagiga zarar yetkazgan, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, Sabrina Jabborovaga 1 soat ichida birinchi yordam ko'rsatilmagan. Oqibatda u 3 litr qon yo'qotgan. Keyinchalik u 4-son shahar kasalxonasiga olib borilgan. U yerda shifokorlar tomonidan 9 soat davomida jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Ammo chanoq son bo'g'imida xatolik bilan jarohat amaliyoti o'tkazilgan. Natijada chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 sm uzunroq bo'lib qolgan. Sabrina esa nogiron bo'lib qolgan, deyiladi xabarda. Avvalroq jabrlanuvchi shifokorlar uning hayotini saqlab qolish maqsadida shoshilinch operatsiya paytida qon ketishini to'xtatish uchun tos suyagini noto'g'ri mahkamlaganini ma'lum qilgan edi. Ular bu haqda menga darhol aytishmadi. Faqat 3 oydan keyin ahvolimni ma'lum qilishdi. Shu vaqt ichida suyaklarim noto'g'ri bitdi va endi chap oyog'im 7 sm uzunroq. Buni to'g'irlash uchun yana tos suyagimni sindirib, qaytadan mahkamlab qo'yishadi. Shifokorlarning aytishicha, bunday operatsiyaga 0,5% holatlarda uchraydi. Ko'pincha bunday baxtsiz hodisalarda odamlar halok bo'ladi. Lekin men tirik qoldim, dedi u o'tgan hafta. Nashrning ta'kidlashicha, voyaga yetmagan aktrisani suratga olish maydonchasiga rejissyor va prodyuser Ahad Qayum taklif qilgan. U aktrisaning haydovchilik qobiliyatini tasdiqlab, avtomobilni boshqarishga ruxsat bergan. Tasvirga olish tashkilotchilari va boshqa aybdor jabrlanuvchiga tegishli yordam ko'rsatmagan. 4 oy davomida ular faqat $500 to'lashdi. Buni suratga olishning texnik qoidalarini buzganlik uchun jarima deb hisoblashdi. Jabrlanuvchining onasi
Sabrinani oyoqqa turg'izish uchun yordam so'raganida u faqat quruq va'dalar va tahdidlar eshitdi. Unga voqea materiallari internetda tarqatilsa, jabrlanuvchiga yordam berish butunlay to'xtatilishi aytilgan, deyiladi xabarda. Ish sudga oshirildi, ammo sud jarayoni hali boshlanmagan. Tergovchi jabrlanuvchi tomon sud muhokamasi boshlanguniga qadar ularni tarqatmasligi uchun ish materiallarini taqdim etmagan, deyiladi arizada. Sabrina Jabborova chet elda qayta operatsiya qilinishi kerak, ammo davolanish uchun mablag' masalasi ochiq qolmoqda. Faollar yordam yig'ish uchun alohida sahifa ochdi. Ikkinchi tomon izohi. Ozoda Nursaidovaning menejeri Dilmurod Sattorovaning Gazeta O'zga ma'lum qilishicha, uning jamoasi Dilbarim klipini suratga olish jarayonida ishtirok etmagan. Biz rejissyor va uning jamoasidan klip suratga olishni buyurtma qildik. Voqeadan xabar topgach, Ozoda bilan birga darhol maydonga yetib bordik. Voqea joyida tez yordam shifokorlar yordam ko'rsatayotgan ekan. Keyinroq tez yordam mashinasi keldi. Men u bilan birga shifoxonaga bordim. U 3-4 soat davomida tekshirildi va operatsiya qilindi, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, shu kuni Toshkent shahar IIBB tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ozoda opa yosh qizni shunday holatga tushib qoldi, deya yig'ladi va insoniylik jihatdan uni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga harakat qildi. Bu voqeaga 3 oy bo'lgan bo'lsa, o'sha kundan beri unga har oyda xarajatlari, dori-darmon, pampers va boshqalar uchun $500 pul va uy ijarasi uchun alohida pul berdik. Bir xonali ijara uyining barcha jihozlarini yangilab berdik. Xarajatlar Ozoda opa tomonidan qoplandi, deydi u. Sattorovning aytishicha, klip ustida ishlagan ijodiy guruh ham uning holidan doimo xabar olib turgan. Shifokorlar qizga 3 oy davomida bir joyda yotib, davolanishni tavsiya qilgan. Biroq oradan 3 oy o'tar-o'tmas u yana bir loyihaning suratga olish jarayonida ishtirok etdi. Eshitishimcha, u suratga olish paytida yiqilib tushgan. Shifokorlar operatsiyani Hindistonda yoki Sankt-Peterburgda o'tkazish kerakligini aytgan. Keyinchalik onasi bu borada bizga qo'ng'iroq qildi. Hozirda tergov harakatlari ketayotgani, sud qarori chiqqandan keyingina yakuniy qaror qabul qilish mumkinligini, kim aybdorligini aynan sud belgilashini tushuntirdik, deydi u. Sattorovning aytishicha, jabrlanuvchi qizning atrofidagilar unga yangi uy sotib olishni muhokama qilishgan. Biroq Ozoda Nursaidova bunga rozi bo'lmagan. Uning atrofidagilar yangi kvartira sotib olishni muhokama qilishdi va hatto menga Telegramda e'lonlar yuborishdi. Ammo biz rad etdik, chunki yakuniy qarorni sud qabul qilishi kerak. Kim aybdorligini qonun belgilaydi, dedi, ta'kidladi u. Xonandaning menejeri ba'zi ommaviy axborot vositalari va blogerlar vaziyatni bir tomonlama yoritib, ikkinchi tomonni eshitmayotganini ta'kidladi. Biz 3 oy davomida qizga yordam berganimizni va tergov davom etayotganini hamma bilishi kerak. Sud hali hukm chiqargani yo'q, lekin Ozoda Nursaidova nohaq ayblanyapti, dedi Sattorov.
Gazeta.uz Toshkent shahar IIBBga so'rov yubordi va javob kutmoqda. Ma'lumot uchun, Ozoda Nursaidova xonanda, bastakor, prodyuser, turli musiqiy loyihalar muallifi. Uning Ko'k Jiguli klipi YouTube'da 408 milliondan ortiq ko'rilgan.